2023-yil 20-fevral kuni AQShning Florida shtatida kameraga tushgan dahshatli voqea sodir bo'ldi. Kunduzi 85 yoshli Gloria Serge multipul zotli mitti kuchukchasi bilan aylanishga chiqqanda, bu uning hayotidagi oxirgi daqiqalari ekanligini tasavvur ham qilmagandi. Florida shtati chiroyi, go'zal tabiati va yil davomida issiq havosi bilan ajralib turadi. Shtat palmalar, quyoshli havosi va iliq okeani borligi bilan mashhur. Biroq u yerda yashovchilar shunda ko'rkam shaharni dahshatli va yirik jonzotlar, Amerika alligatorlari bilan bo'lishishadi. Florida shtatida aholining tez o'sishi oqibatida alligatorlar odamlarga doimiy ravishda hujum qiladi. 85 yoshli ayol Gloria Serge Floridaning go'zal hududlaridan birida yashardi. 23-yil 20-fevral kunduzi Gloria Serge multipul zotli mitti kuchukchasini aylantirishga olib chiqdi. Gloria uy oldidagi kichik havza oldidan o'tayotganda kuchukchasi o'ynashi uchun qirg'oq bo'yida to'xtadi. Shu payt havza o'rtasidan suv yuzasida harakat boshlanganini ko'rishingiz mumkin. Shu onda kuchukchasi suvdagi harakatni sezib, diqqat bilan suv tomonga qarab qoldi. Biroq bechora ayol harakatni sezmagani bilinib turibdi. Chunki suv yuzasidagi harakat tezlashganda ham u qimirlamay kuchukchasi bilan ovora bo'layapti. Shu payt Gloria qirg'oq bo'yidagi yo'lini davom ettirayotganda havzadan dahshatli 3 metrli bahaybat alligator otilib chiqib kuchukchasiga hujum qilyapti. Bechora ayol kuchukchasini qutqarish niyatida uni o'ziga qarab tortib olayotganda yerga yiqilyapti. Shu onda Glorianing qo'shnisi, yoshi katta ayol Marta bu dahshatning guvohi bo'lyapti. U zudlik bilan 911 yordam liniyasiga qo'ng'iroq qilib, Gloriani qutqarishlari uchun zudlik bilan yordam yuborishlarini so'radi. An alligator has a woman. How big is it? It's a huge gator. It's huge. I don't have anything to get to her. She was walking her little dog, and the gator grabbed the dog and took her. Fell down. Is she alive? Yes, she's alive. She's holding her in. She's holding her in the lake. It's too late. It's too late. Oh my God. Did you pull her under? Yes. Oh no. She's gone. Okay. She's gone. Qo'shnisi Marta bu ayanchli voqeani guvohi bo'lib, o'z emotsiyalarini saqlay olmay yig'lardi. Chunki uning ko'zi oldida 3 metrlarcha keladigan bahaybat alligator maydagina Gloriani beshafqatlarcha suv tubiga olib ketgandi. Tez orada aytilgan manzilga politsiya xodimlari yetib kelishdi. Ular havzaning qirg'og'i tomon yugurib ketishdi. Biroq endi kech edi. Ularga faqat suv yuzasida suzib yurgan Glorianing bo'laklariga bo'lingan jonsiz tanasini kuzatish qolgan edi. Bir necha soat o'tib, politsiya jasadni suvdan olib chiqishga muvaffaq bo'ldi. Taqdir taqozosi bilan Gloria qutqarmoqchi bo'lgan kuchukchasi tirik edi. U juda ham qo'rqqan, lekin tirik edi. Politsiya xodimlari alligator ovchilari bilan bog'lanib, ular yordamida bu bahaybat odamxo'r maxluqni tutdilar. So'ngra esa uni ukol yordamida zararsizlantirdilar. Uning qornini yorishganda esa hazm bo'lishga ulgurmagan Glorianing tana bo'laklari topildi. Bir necha kun o'tgach, aynan shu havzadan 1 metrdan 3 metrgacha bo'lgan yana 4 ta alligator tutilib zararsizlantirildi. 2024-yil Gloria Sergening o'g'li Bill Serge turar joy majmuasi xodimlarini sudga berdi. Advokatning aytishicha, xodimlar ko'p yillar mobaynida havzada alligatorlar borligini bilib turib, na ularni zararsizlantirgan, na ogohlantirish belgisi qo'yishgan. Yon atrofdagi deyarli barcha qo'shnilar har kun shu qirg'oq bo'yida bolalari bilan dam olishgan. Oqibatda sud ishni Bill Sergening foydasiga hal qilib, turar joy majmua xodimlari unga 500 ming AQSh dollari miqdorida kompensatsiya to'lashlariga majbur qildi.